Assalomu alaykum hammaga. Demak, Facebook Ads Manager orqali professional target yoqish darslarini davom ettiramiz. Bugungi videoda Facebook profil ochishlikni ko'rib chiqamiz. Demak, Facebook profil ochishlik uchun Google Chrome'ga o'tamiz va bu joyda facebook.com ni bosamiz. Agar sizda Facebook profilingiz bor bo'lsa, Facebook profiliga kirishingiz mumkin. Agar Facebook profilingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizda no account qilamiz. Bu joyda ahamiyat berishimiz kerak. Ism, familiya ma'lumotlarini kiritishimiz kerak. Ma'lumotlarni kiritayotganda pasportimiz yoki ID kartamizdagi bilan bir xil bo'lishi kerak. Sababi keyinchalik Facebook tekshirishi mumkin, ya'ni bizni pasportimiz yoki ID kartamiz so'rashligi mumkin. Ana shunda biz ID kartamiz yoki pasportimizni Facebookga yuborganimizda bu ma'lumotlar bilan bir xil bo'lishi kerak. Demak, ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng demak, telefon raqam yoki elektron pochta manzilini yozishimiz kerak va parol o'ylab topamiz. O'zimizga demak esda qoladigan parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Parol esda qolishligi uchun bitta ahamiyat berish kerak. Layfhak aytib o'tib ketaman. Demak, elektron pochta manzil yoki demak parollari telefonni izbirinisida yoki o'sha telefondagi zametkada, Telegram izbirinisida yoki Telegramda qanaqadir bitta kanal ochib turib saqlashlikni tavsiya beraman. Demak, Telegramda bitta kanal ochasiz, parollar degan. Bu joyga elektron pochta manzilingizni, parollaringizni yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikda shunaqa muammo bo'ladi. Parol esdan chiqib ketgan bo'ladi yoki pochta manzili esdan chiqib ketgan bo'ladi. Qaysi pochta kiritganligi esdan chiqqan bo'lishi mumkin. Instagram juda ko'p tadbirkorlar bilan ishlaganimizda shunaqa bo'ladi. Instagramni login paroli esdan chiqib ketgan bo'ladi yoki parolni eslolmaydi. Mana shunaqa holat keyinchalik bo'lmasligi uchun demak, Telegramda izbiriniga yoki bitta kanal ochib turib o'sha joyga parollari saqlab borishni tavsiya beraman. Demak, ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tgandan keyin hop, demak, menda hozir tayyor akkaunt bor. O'zim akkauntimga kiraman. Bu joyda ro'yxatdan o'tganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz chap tomonda ism, familiyamiz ustiga bosamiz va ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda demak, rasm qo'yamiz, obloshka qo'yib chiqamiz. Bundan tashqari o'zimizga kerak bo'lgan, o'zimizda bor ma'lumotlarni kiritib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu unaqa murakkab joyi yo'q. Keyingi qiladigan ishimiz demak, akkauntni ozgina demak qizdirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak, o'zimizga yoqqan demak, qanaqadir reelslar chiqishi mumkin yoki postlar chiqishi mumkin. Bu joyga kommentariy yozishimiz mumkin yoki demak, o'zimizning munosabatimizni bildirib like bosib ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu holatda ushbu profilimiz tezroq aktivlashadi. Keyingi qiladigan ishimiz demak, biz Facebook profil ochdik, uni nastroyka qildik, ma'lumotlar kiritdik. Keyingi qiladigan ishimiz demak, sahifa ochishimiz kerak bo'ladi. Facebook sahifa ochishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun chap tomonda stranitsa degan joy bo'ladi. Mana shu stranitsaga kiramiz va sozdать profilni bosamiz. Bu joyda ikkinchisini tanlaymiz va dalil qilamiz. Nachat. Endi bu joyga biznesimizni, agar biz tadbirkor bo'lsak, biznesimizni nomini yozishimiz mumkin. Agar internet do'kon bo'lsak, mahsulot sotsak, mana shu joyga o'zimizni internet do'konimizni nomini yozishimiz mumkin yoki agar hech narsa yo'q bo'lsa, o'zimiz qanaqadir nom o'ylab topishimiz mumkin. Bizda hozir demak bitta proyektimiz bor. Mana shu proyektni yozib amalda ko'rsatib ketaman. Demak, bu proyektimiz tuz ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Tibet tuz ishlab chiqaradi, gemoglobinni ko'taradigan. Hop. Demak, nomini yozdik, Tibet tuz deb nomini yozdim. Endi bu joyga ma'lumotlar kiritishim kerak bo'ladi. Qaysi demak, kategoriyaga kiradi ushbu Tibet tuz. Produkt chiqmadi. Xo'sh, производитель, веса. Magazin. Demak, bu joydan o'zimizni mahsulotimizni kerakli kategoriyasini tanlaymiz. Demak, bizga meditsina zaroviyani tanladim. Demak, ushbu tuz, Tibet tuzi gemoglobinni oshirishga mo'ljallangan. Shuning uchun mana shu kategoriyani tanladim. Bu joyga mahsulotimiz haqida yoki biznesimiz haqida ma'lumot kiritishimiz kerak bo'ladi. Hop. Nima? Oshiring. Hop, ma'lumotimizni kiritdik. Endi sozdать страничani bosamiz. Demak, sahifamiz ochildi. Endi bu joyga ushbu sahifani ma'lumotlarini kiritib o'tamiz. Sayt bo'lsa, saytini kiritib ketamiz. Bizda demak, Tibet tuzni sayti bor. Domen olganmiz, saytini kiritdik. Hop, bu joyga telefon raqam kiritamiz. Hop.
Hop, bu joyga Tibet.uz elektron pochta manzilini kiritishimiz kerak bo'ladi. Hop, adreslar yozib chiqamiz bu joyga. Indeks yozamiz. Indeks yozish uchun, demak, Google'ga kirib turib, qaysi shaharda bo'lsangiz, o'sha shahar nomini yozib, indeks deb yozsangiz chiqib keladi. Hop, demak, davlat kirib topamiz. Bu joyga ishlash vaqti dalay qilamiz. Endi Tibet.uz uchun, masalan, o'zingiz stranitsangiz uchun, demak, rasmlar qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Siz o'z qo'yib olasiz va video cho'zilmasligi uchun men o'tkazib yuboryapman buni. WhatsApp bo'lsa, WhatsAppga ulashingiz mumkin. Hop, dalay qilamiz yana. Hop, готово. Straletsamizni yaratib olganimizdan so'ng bu joyga obloshka qo'yishimiz mumkin bo'ladi tanlab turib. Hop, hop, bunga hozir obloshka qo'yamiz. Iloji boricha barchasini to'liq to'ldirishimiz kerak. Sababi qanchalik ma'lumotlar to'liq kiritilgan bo'lsa, Facebookni demak ishonchiga kiramiz. Xo'sh, demak, Tibet.uz. Hop, obloshka qo'ydim, rasmlarni qo'ydim. Endigi qiladigan ishim, demak, Instagramga ulashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun настройкаga o'tamiz chap tomonda va связанный аккаунti bor. Связанный akkauntga o'tib turib, Instagram bosamiz va подключить akkaunt qilamiz. Подключить qilamiz. Подтвердить. И bu joyga Instagramni login parolni yozishimiz kerak bo'ladi. Instagram profilimizga login parolni kiritamiz. Hop, login parolni kiritdim. Endi ushbu sahifamiz Instagram profilimiz bilan, demak, ulanadi hozir. Bo'ldi, ulandi.